Korintliklarga yozilgan 2-chi xat. 1-chi bob. Xudoning irodasi bilan Ayso Masihga elchi bo'lishga chaqirilgan menki Pavlus va qarindishimiz Timotiydan Korint shahridagi Xudoga mansub bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligiga jumladan Yunon o'lkasining har qaysi joylaridagi Xudoning barliq muqaddas xalqiga salom. Xudo otimiz va Rabbimiz Ayso Masih sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. Rabbimiz Ayso Masihning otisi, ya'ni barliq tasallining manbasi bo'lgan Rahimdil otimiz Xudoga madhiyla o'qilg'ay. Her qandaq mushkulga uchirganimizda Xudo bizga tasalli berib keldi. Shunga bizmi Xudodan olgan tasalli bilan mushkul ahvolda qolganlarga tasalli beralaymiz. Biz Ayso Masih uchun ko'p azob oqibat chekkan bo'lsak, u orqali yana ko'p tasallimi topamiz. Bizning azob oqibat chekishimiz sizlarning tasalli tepishinglar va qutqizilishinglar uchundir. Bizning tasalli tepishimiz sizlarningmi tasalli tepishinglar uchundir. Bu tasalli orqali sizlar biz beshimizdan o'tkazgandek azob oqibatga duch kelganda sabr toqat bilan bardoshlik beralaysizlar. Shunga sizlarning bardoshlik beraladiganlarga ishonchimiz komil. Chunki biz bilamizki, sizlar biz chekkan azob oqibatni chekkanga o'xshash, biz erishgan tasalligimi erishsizlar. Qarindoshlar, bizning Osiyo o'lkasida chekkan azob oqibatlarimizdan xabardor bo'lishinglarni to'g'ri topdik. U vaqtlarda chidog'siz, eg'ir besim ostida, hatto hayotimizdanmu umid uzgan edik. Ko'nglimizda haqiqatanmi o'limga mahkum bo'ldik deb o'ylagan edik. Buningdan biz o'zimizga emas, o'liklarni tirildiradigan Xudoga taynishimiz lozimligini tonib yetdik. Xudo bizni cho'ng bir o'lim xavfidan qutuldirgan va qutuldirdi. Umidimiz bizni kelgusida yana qutuldirgan Xudoga bog'langan. Sizlarmi bizga duo qilayotganliginglar sababidan biz uchun qilingan texmi ko'p duolar Xudoga yetib, Xudo bizni o'lim xavfidan qutuldirdi. Buning bilan ko'pligan kishilar Xudoga shukrlar aytdi. Bu dunyoning donoligiga emas, balki Xudoning shafqatiga toyinib yurish turishimizda, bo'libmi sizlar bilan bo'lgan munosabatimizda samimiy va oq ko'ngil bo'lganligimizga vijdonimiz guvohdir. Biz mana buning bilan faxrlanamiz. Bizning sizlarga yozganlarimizda hech qanday yo'shirun ma'no yoki sizlar tushunalmagidek ya yo'qdir. Men shuni orzu qilamanki, garchi sizlar bizni hozircha to'liq tushunmasanglarmi, kelgusida to'liq tushungaysizlar. Shundoq bo'lganda, xuddi biz sizlar bilan faxrlanganimizdek, Rabbimiz Ayso qaytib kelgan kuni sizlarmi biz bilan faxrlansizlar. Men bularga ishonch bilan qarg'ashqa, sizlarga qo'sh baxt elib kelishni o'ylab, Makedoniya o'lkasiga berishda oldi bilan sizlarga yo'l qilib o'tishni, qaytishimda yana bir yo'l qilib, sizlarning meni Yahudiya o'lkasiga yo'lga silib qo'yishinglarni niyat qilgan edim. Biroq qaytishimda sizlarga yo'l qolmadim. Bu niyatimning beqaror ekanligini ko'rsatarmi?
yoki men plan qilganda shaxsiy g'arziga yetish uchun birdam ha, birdam yo'q deydigan odamlardek bo'lib qoldimmi? Sizlarga aytgan so'zlarim xuddi Xudo ishonch bo'lgandek ishonchlikdir. So'zlarim hargizmi birdam ha, birdam yo'q deb o'zgarib turmaydi. Men Silas va Timotilar bilan sizlarga xush xabarini yetkazgan Xudoning o'g'li Ayso Masih birdam ha, birdam yo'q deydiganlardan emasdir. U Xudoning butun va'dalaridagi hadir. Xudoning butun va'dalari Ayso Masih orqali amalga oshirildi. Shuning uchun biz Ayso Masih orqali amin deb Xudoni ulug'laymiz. Sizlar bilan bizni Ayso Masihga bog'lab, e'tiqodni mustahkam qiluvchi Xudodir. U bizni o'zi uchun tanladi. Qalbimizga muqaddas ruhni silish bilan bizga igdorchilik muhrini besib, uni o'z va'dasining to'liq amalga oshirganligining kafolati qildi. Xudo menga guvochi bo'lsinki, Korint shahriga qaytib bormaganligimning sababi sizlarga qattiq qo'lliq qilib qo'yishimdan saqlanish uchundir. Biz sizlarning e'tiqodinglar ustidan hukmronlik qilmoqchi emasmiz. Chunki shuni bilamizki, sizlar Xudoga toyinib, e'tiqodda mustahkam turyapsizlar. Biz faqat sizlarning xushal bo'lishinglar uchun sizlar bilan birga xizmat qilmoqchimiz. Xizmat. 2-bob. Shunga shu chog'da men yeninglarga bormaslikni qaror qildim. Chunki sizlarni o'tgangidek g'am qayg'uga selishni xohlamadim. Sizlarni g'am qayg'uga solsam, meni xush qila oladigan odamlarni qayg'uga solgan bo'lmamdiman. Undaqda kim meni xush qila olsin? Shuning uchun yeninglarga berishning o'rniga xat yozdim. Maqsadim yeninglarga borgan vaqtimda meni xushal qilishga tegishli bo'lgan sizlarning aksicha meni qayg'u solmasinglar uchundir. Ben ishonmanki, mening xushalligim sizlarning xushalliginglardir. U xatni seni g'am qayg'u selish uchun emas, balki mening sizlarga bo'lgan cho'nqur muhabbatimni tushunishinglar uchun qattiq qayg'u alam ichida ko'z yoshlarimni to'kib turib yozgan edim. Agar birarsi qayg'u ilib kelgan bo'lsa, u ma'ngli emas, butun jamoatchilarga ma'lum darajada qayg'u ilib keldi desam, bu ko'ptirganlik bo'lmaydi. Ko'pinchinglar u kishini yetkicha jazolagan edinglar. Endi uni kechiringlar va uningga tasalli beringlar. Bo'lmasa, u haddidan ziyoda qayg'urib ketadi. Shuning uchun uningga muhabbatinglarni ko'rsatishinglarni so'rayman. Oldin xatini yetishindagi sabab sizlarning har qanday ishda mening so'zimni anglaydigan, anglamaydiganlarni sinash uchun edi. Sizlar u kishini kechirsanglar, menmi uni kechiraman. Men kimni kechirsam, buni Ayso Masih oldida sizlar uchun qildim. Buningdagi maqsad shayton tarafidan ozdirilib ketmasligimiz uchundir. Chunki biz shaytonning hiyla mikrlarini yaxshi bilamiz. Ayso Masih to'g'risidagi xush xabarni yetkazish maqsadida Troas shahriga borganimda Rabbimiz uchun xizmat qilishga fursat berilgan bo'lsa-mu, sizlarning xabaringlarni ilib kelmoqchi bo'lgan qarindishim Titus uyaga texi kelmaganligi uchun ko'nglim tashvishga tushib, u yerdagilar bilan xo'shishibla Makedoniya o'lkasiga uni izlab ketdim. Xudoga shukr. Xudo
hamisha bizni Ayso Masih orqali o'zining zafar qo'shinida bo'lishga muyassar qilib, biz orqali xushxabar yetkazish bilan uni tonishning xushpurug'ini hamma yerda chashmoqda. Mana biz qutqizilganlarg'imi, halok bo'lganlarg'imi chechiladigan Ayso Masihning Xudoga otgan xush purug'idirmiz. Bu xush puroq halok bo'lganlar uchun o'lim purug'i bo'lsa, qutqizilganlar uchun hayotlik purug'idir. Bundaq zo'r vazifaning o'tisidan kim chiqalaydi? Albatta, Xudoning so'zini foyda ko'zlab urmaydiganlar hargiz bundaq vazifaning o'tisidan chiqolmaydi. Biz bo'lsak, bundaq odamlardan emasmiz. Biz Ayso Masihga mansub bo'lganlar ham Xudo tarafidan avatilganlar bo'lg'ashqa, Xudo oldida Xudoning so'zini samimiy yetkazayotganlardirmiz. 3-bob. Bundaq deyish bilan yana o'zimizni ko'rsatishga boshildikmi? Yoki ba'zilardek sizlarga tonishtirish xati elib berishimiz yoki sizlardan tonishtirish xati elishimiz kerakmi? Sizlar o'zinglar bizning tonishtirish xatimizdir sizlar. Chunki amaliyatinglardan hamma kishi bizni ham bizning orangizda qilgan yaxshi xizmatimizni tonib olaydi. Demak, bu xat qog'ozga emas, balki qalbga yozilgandir. Aniqki, sizlar xizmatimizning mevasi. Sizlar siyoh bilan emas, mangu hayot Xudoning ruhi bilan tosh taxtlarga emas, insonlarning qalbiga yozilgan, Ayso Masih tayyorlagan xatdir sizlar. Yuqorida aytganlarimizga Ayso Masih orqali Xudo oldida jazm qila olamiz. Biz hamma ishni o'z iqtidorimiz bilan qila olamiz demoqchi emasman. Chunki bizning iqtidorimiz Xudodan kelgandir. U bizni yangi ahdining xizmatkorlik qilish uchun iqtidorli qildi. Bu ahda yeziq bilan xotirlangan Tavrot qonuniga emas, balki muqaddas ruhga asoslangan. Chunki yeziq bilan xotirlangan Tavrot qonuniga hech kim to'liq rioya qila olmag'achqa, u insonlarga mangulik o'lim elib keladi. Muqaddas ruh bo'lsa, gunohiga to'lqig'anlarga mangulik hayotlik ato qiladi. Tosh ustiga harflar bilan o'yilgan Tavrot qonuni insonlarga mangulik o'lim elib kelsa-mu, bu qonun Musa payg'ambar orqali Xudoning porloq nuri ichida tushirilganda, Musa payg'ambarning chiroyi shundoq porlagan ediki, garchi nur osti yo'qolgan bo'lsa-mu, Isroil xalqi uning chiroyiga qarab tura olmagan edi. Bu qonunning tushirilishi shundoq ulug' bo'lgan yerda muqaddas ruhning elib keldigini texmu ulug' bo'lmamdi. Ya'ni insonga jazo elib kelgan Tavrot qonuni ulug' bo'lgan yerda insonni haqqoniy qiladigan yangi ahda texmu ulug' bo'lmamdi. Amaliyotda burunqi ulug'likni hozirgi texmu shonliq ulug'lik bilan selishtirganda hech qancha emasdir. Vaqtliq yurizilgini ulug' bo'lgan yerda mangu yurizildigini texmu ulug' bo'lmamdi. Bizda shundoq bir umid bo'lg'ashqa, yuraklik holda xushxabarni yetkazayotimiz. Biz yuzdagi nurning osta-osta o'chib ketayotganligini Isroillarning ko'rib qolmasligi uchun yuziga chumbarti tortib olgan Musa payg'ambarga o'xshamaymiz. U vaqtda Isroillarning aqli behutlashib ketgan edi. Ular toki bugungacha ko'ni ahda, ya'ni Tavrotni o'qiganida
ahli go'yo shu chumparda bilan yepilgandek tumoqda. Chunki bu chumparda faqat Ayso Masih orqaliqla ilib etildi. Shundoq, bugungi kundimi ular Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrotni o'qiganda shu chumparda yanila ularning qalbini yepib olmoqda. Biroq ular qacha Rabga yuzlansa, u chumparda shu chog'da elib tashlandi. Bu yerdagi Rab deganlik muqaddas ruhdir. Kimning qalbida Rabning ruhi bo'lsa, uningda hurlik bo'ladi. Bizlardagi chumpardilar elib etilgachga Rabbimizning ulug'lig'ini ko'ryapmiz. Buning bilan biz Rabbimizga o'xshash bo'lishga o'zgartilib, bara-bara uning ulug'lig'ini texmo aks ettiryapmiz. Bu Rabbimizdan, ya'ni muqaddas ruhdandir. 4. bob. Xudo rahim shafqati bilan bu xizmatni bizga bergan ekan, jasoratimizni yo'qotmaymiz. Uyatliq, xufiyona ishlarni qilishdan yiroq turib, hiyla mikrlik qilmaymiz. Xudoning so'zini burmulmaymiz. Aksicha, haqiqatni o'z peti aytimiz. Buning bilan biz o'zimizni Xudo oldida hamma kishiga bildiramiz. Ularmi o'z qalbida bizning qanday odam ekanligimizni biladi. Biz yaktirayotgan xushxabarning ma'nosi yoshurun deyilsa, u halok bo'ldiganlar uchunla yoshurundir. Chunki bu dunyoning hukmroni bo'lgan shayton, Xudoning obrazi bo'lgan Ayso Masihning ulug'lig'ini bildiradigan xushxabarning nuri e'tiqodsizlarning dilini yotmasin deb ularning aqlini ishilmas qilib qo'ydi. Biz qayaga bosak, o'zimizni emas, balki Rabbimiz Ayso Masihni jakarlaymiz. O'zimizga kelsak, biz faqat Ayso Masih uchun sizlarning xizmatkorlaringiz. Chunki dunyoni yaratganda nur qorong'ulikdan chaqirsin deb amr qilgan Xudo bizning o'zining Ayso Masih orqali ayon qilgan ulug'lig'ini to'lib yetishimiz uchun xushxabarning nuri bilan qalbimizni yoritdi. Xudoning bizga ato qilgani xushxabarning nuridan iborat bo'lgan bebaho g'azinidir. Biz go'yo bu g'azini qochlangan sopol idish. Mana buningdan kishilar bizdagi ulug' qudratning o'zimizdan emas, balki Xudodan kelganligini bilalaydi. Mana biz har tarafdan qiyin ahvolda qoldik, ammo yakson bo'lmadik. Tamtirab qoldik, ammo umidsizlandik. Qo'g'inlayotimiz, holbuki Xudo tarafidan tashlab etilmadik. Yiqitildik-yu, ammo yo'qitilmadik. Ayso Masihga o'xshash azob oqibatlarga, hatto o'lim xavfiga duch kelyapmiz. Lekin Ayso Masih doim bizga kuch-qudrat berib turyapti. Buning bilan kishilar vujudimizdan uning hayot ekanligini ko'rib olalaydi. Shundoq, Ayso Masihga ergashganligimiz sababidan hamisha o'limga duchor qilinmoqdamiz. Kishilar buningdan Ayso Masihning hayotini bizda ko'rib olalaydi. Demak, biz hamisha o'limga duchor bo'lyapmiz. Sizlar bo'lsanglar, buning bilan hayotlikqa erishyapsizlar. Biz yanila xushxabarni toptyapmiz. Chunki muqaddas yozmalarda yozilgan e'tiqod qildim, shu vajidan so'zildim deguchida bo'lgan e'tiqod bizdimi bordir. Chunki Rabbimiz Aysoni o'limdan tirildigan Xudoning biznimi uningga o'xshash tirildirganligini va sizlar bilan birga o'z huzuriga keltirganligini bilamiz.
Biz tatvatqan müşkülçiliklarning hammasi sizlar uchundir. Bu orqali Xudoning mehr shafqati texmi ko'p kishilarga yetkazildi. Shundaq bo'lganda, ularning tashakkurlari Xudoga aytilib, Xudo texmi ulug'landi. Shunga jasoratimizni yo'qotmaymiz. Tenimiz bağansırı xarab bo'lsa-mu, ruhimiz kundan kunga yenilanmoqda. Biz uchrayotgan bu vaqtliq va arzimas azob oqibatlar bizga tangdoshsiz va mangulik shon sharaf elib keladi. Shunga ko'zimiz ko'rindiganda emas, balki ko'rinmaydigandidir. Chunki ko'rindigini o'tkinchidir. Ko'rinmaydigini bo'lsa, mangulikdir. 5-bob. Bizga ma'lumki, biz yashayotgan bu dunyodagi chedir o'rilib tushganda, ya'ni tenimizdan ayilganda, odam qo'li bilan yasalgan emas, balki arshda Xudo bizga hozirlab qo'ygan bir turalg'uga, ya'ni mangu mavjud bo'lgan bir tanga ega bo'lamiz. Biz hozirgi tenimizda yashayotganligimizdan hasrat chekib, arishdagi tenimizning uning o'rnini elishiga intizor bo'lmoqdamiz. Chunki shundala ruhimiz tansiz qolmaydi. Hozirgi tenimizda yashayotgan bizlar eg'ir yuklar ostida hasrat chekmoqdamiz. Chunki biz hozirgi tenimizdan qutulib o'lishga emas, balki chirimas tanga ega bo'lib, mangulik hayotning, o'tkinchi hayotimizning o'rnini elishiga intizor bo'lmoqdamiz. Biz intizor bo'lgan hayotlikqa erishtirish uchun tayyorlug'ichi, shundaqla buning kapolati sifatida bizga muqaddas ruhni ato qiluvchi dal Xudoning o'zidir. Shuning uchun hozirgi tanda yashaganimizda Rabbimizning makonida bo'lamaydiganligimizni bilamiz. Vaholanki Xudoning bizga yangi tan beradiganligidan iborat haqiqatga ishonchimiz komil. Chunki ko'z bilan ko'rgili bo'ldiganga emas, e'tiqodga tayinib yashaymiz. İşençke ega ekanmiz, hozirgi tenimizdan voz kechib, Rabbimizning makonida bo'lishga rozimiz. Qisqasi, mayli bu tanda yashayli yoki bu tandan voz kechayli, nishonimiz yanala Rabbimizni xursand qilishdir. Chunki har birimiz hozirgi tenimizda yashagan vaqtimizdagi yaxshi yomon amaliyatimizga yarasha cho'qim Qutquzuvchi Masihning so'roq taxti oldida hisob berib javobga erishimiz. Rabbimizdan ayminishni bilgan ekanmiz, insonlarni bu haqda qoyil qilishga tirishimiz. Bizning qandoq odam ekanligimiz Xudoga ayon. Vijdoninglarningmi bizning qandoq odam ekanligimizni tonib yetishini umid qilaman. Ba'zilar aytgandek, o'zimizni yana maqtamoqchi emasmiz, balki sizlarga bizdan maqtanish fursatini bermoqchimiz. Buning bilan atoqda Xudoning xizmatini qiladigan, teshi pal-pal, ichi g'al-g'al, ashu maqtanchoq kishilarga javob beralaysizlar. Ba'zilarga nisbatan biz erishib qolganda ko'ringan bo'lsak, kerak yo'q. Chunki Xudo bizning har qanday ishni uning uchun qildiganligimizni biladi. Sizlarga nisbatan bizning aqlimiz joyida. Chunki sizlarning manfaatinglar uchun xizmat qilayotganligimizni bilasizlar. Bizni shunday qilishga qistavotgani Ayso Masihning muhabbetidir. Biz Ayso Masihning hammamiz uchun o'lganligiga ishongan ekanmiz. O'zimizning
burun yaşap kelgan hayotimizga nisbatan o'lganligimizga mu ishonamiz. İsa Mesih bütün insonlar uchun o'ldi. Maqsad u ata qilgan yangi hayotga erishganlarning o'zlari uchun emas, balki ularni deb o'lgan va o'limdan tirilgan İsa Mesih uchun yashasin deganlikdan iborat. Shuning uchun biz buningdan keyin hech kimga bu dunyoning ko'z qarashi bilan qarmaymiz. Gerçi biz burun mushu ko'z qarash bilan İsa Mesihni faqatla bizga o'xshash bir inson deb qaragan bo'lsaqmi, endi undaq deb qaramaymiz. Bir kishi İsa Mesihga mansub bo'ladi ekan, u yengdan yaralgan odamdir. Uning konu hayoti oxirlashib, yengsi boshlangan bo'ladi. Bularning hammasi Xudodandir. Xudo İsa Mesih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Shundaqla bizga kishilarni o'zi bilan yarashishga chaqirish vazifasini topshirdi. Demak, Xudo insonlarning gunohlaridan hisob olmay, ularni İsa Mesih orqali o'zi bilan yarashtirdi. Shundaqla o'zi bilan yarashtirish haqidagi bu xush xabarni bizga omonat qildi. Shunga biz İsa Mesihning vakillari, uningga vakolatan sizlarni shuningga undaymizki, Xudo bilan yarashinglar. Bajoyiki, bu Xudoning biz orqali sizlarni murojaat qilganidir. Xudo bizning İsa Mesih orqali haqqoniy odam deb jakarlanishimiz uchun gunohsiz Mesihni gunohimizning qurboni qildi. 6. bob. Biz Xudo bilan birga xizmat qiluvchi sifatida Xudoning mehr shafqatining sizlarda bekor ketmasligini o'tinamiz. Chunki Xudo mundaq deydi: Vaqt soati kelganda sana quloq solaman. Qutqizish kunida sana shafoat qilaman. Sizlarga aytib qo'yayki, Xudoning vaqt soati degani hozirdir. Xudoning qutqizish kuni bugundir. Boshqalarning e'tiqodiga to'salg'i bo'ladigan ishlarni qilib, elchilik xizmatimizga dog' keltirmayotimiz. Balki hamma ishda Xudoning xizmatkori ekanligimizni ko'rsatib, har xil mushkullik, ovorchilik va jafo mushaqqatlarga bardoshlik beryapmiz. Tayoq yedik, zindonda yotdik, to'polonchilarning parokandichiliklariga duch keldik, holimizning ketgudek ishladik, uyqusiz qoldik va ocharchiliklarga uchirdik. Pokligimiz, aql farosatimiz, sabr toqtimiz, mehribonligimiz, samimiy muhabbatimiz va muqaddas ruhdan kelgan kuch bilan o'zimizning Xudoning xizmatkori ekanligimizni ko'rsatdik. Xudoning haqiqatini yetkazdik. Xudoning qudratining biz bilan birga ekanligini namoyon qildik. Haqqoniylikni o'zimizga qurol qilib, turli hujumlarga zarba berish bilan birga o'zimizni qo'g'didik. Hurmatga sazovar bo'ldik. Haqoratlarga uchradik. Ayibga buyurildik. Maqtashga muyassar bo'ldik. Kishilar bizni aldamchi dedi. Biroq biz durust kishilarmiz. Tonulmagan, arzimas kishilarda qaralsaqmi, lekin hammaga tonishmiz. O'lim girdobida bo'lsaqmi, lekin yanila hayotmiz. Tayoq yegan bo'lsaqmi, o'ltirilmadik.
qayg'u alamda bo'lsaqmi, hamisha shod-xurammiz. Nomrod bo'lsaqmi, nurg'un kishilarni ruhiy jihatda boy qilyapmiz. Hech narsamiz yo'q bo'lsa-mu, hammaga egimiz. Ey Korintliklar, sizlarga ochiq oshkor so'zildik. Sizlarga bag'rimizni keng ochdik. Sizlardan muhabbatimizni oyimidik, lekin sizlar bizdan muhabbatinglarni oyitinglar. Men sizlarga o'z farzandlarimga aytgandek aytayki, keng qo'saq bo'lib, bizga xuddi biz sizlarga muomala qilgandek muomala qilinglar. E'tiqodsizlar bilan bir bo'yin turuqqa kirmanglar. Chunki haqqoniylik bilan haqqoniysizning o'tirsida qandoqmi o'rtaqlik bo'lsin. Yorug'lik bilan qorong'ulik qandoqmi chiqish olsin. Masih bilan shayton qandoqmi kelishalisin. E'tiqodchilar bilan e'tiqodsizlarning nima o'rtaqligi bo'lsin? Xudoning ibodatxonasi bilan butlar orasida qandoqmi birlik bo'lsin? Biz mangu hayot Xudoning ibodatxonasi. Xuddi Xudoning aytganidek, xalqim ichida turman, ularning orasida yuraman. Ularning xudosi bo'laman, ularmu mening xalqim bo'ladi. Shuning uchun Parvardigor mundoq deydi: e'tiqodsizlardan ayrilib neri turinglar. Nopok ishlarga yaqin yo'lamanglar. Shunda men sizlarni qabul qilaman. Hammaga qodir Parvardigor yana sizlarga ota bo'laman. Sizlarmu mening o'g'il qizlarim bo'lasizlar deydi. 7-bob. Qadrli qarindoshlar, bu va'dalarga erishgan ekanmiz. Tanni va ruhni bulg'aydigan har qanday narsalardan yiroq turib, o'zimizni pok tutaylik. Xudodan aymangan holda o'zimizni butunlay Xudoga ataylik. Qalbinglardan bizga o'rin beringlar. Biz hech kimga nohaqlik qilmadik. Hech kimni e'tiqod yo'lidan ozdirmadik. Hech qachon o'zimizning manfaatiga cho'g' tortmadik. Men bu so'zlarni qilish orqali sizlarni tanqidlamoqchi emasman. Burun aytganimdek, qalbimizdan shundoq o'rin oldinglarki, biz sizlar bilan hayot mamotda birga bo'lamiz. Sizlarga ishonchim komil, ham sizlardan faxrlanaman. Eg'ir mushkulchiliklarda qolganda sizlar orqali tasalli tepib, cheksiz xushalliqqa cho'mgan edim. Makedoniya o'lkasi bo'lgandan keyin ko'nglimiz amin topmay, xilma-xil qiyinchiliklarga duch keldik. Sirtda jadal majra, ishimizda qo'rqinch bo'ldi. Lekin ruhiy tushganlarga tasalli beradigan Xudo Titusni yenimizga avatish orqali bizga tasalli berdi. Biz faqat uning kelishi bilanla emas, balki uning sizlardan olgan tasallisi bilanmi tasalli topdik. U sizlarning menga bo'lgan sig'inishinglarni, o'tkazgan savalinglarga, qilgan pushaymoninglarni va menga bo'lgan qizg'inliginglarni bizga aytganda, xushalligim texmo oshdi. Ilgirki xetimning sizlarga bir mezgil qayg'u ilib kelganligidan xabar topqinimda pushaymon qilgan bo'lsammi, lekin hozir
pushaymon qilmayman. Hozir xushalman. Sizlarni qayg'uga solganligimga emas, bu qayg'uning sizlarni to'g'ri qilishga ilib borganligiga xushalman. Chunki sening bunda qayg'u chekishinglar Xudoning irodasi bo'yicha bo'ldi. Shunga aytalaymanki, biz sizlarni qayg'uga solgan bo'lsaqmi, uningdan hech qanday ziyon totmadinglar. Chunki Xudoning irodasi bilan chekkan qayg'u kishini tova qildirib, uni qutqizilishga elib bordi. Bu xil tova qilish kishini pushaymon qildirmaydi. Lekin bu dunyoning halakchiligi uchun bo'lgan qayg'u bo'lsa, kishini tova qildirishga emas, balki o'limga elib bordi. Xudoning irodasi bilan chekkan ana shu qayg'ularning sizlarda qandoq yaxshi mevlarni berganligini o'ylanglar. Astoydillik bilan xatolig'inglarni tuzitib, o'zinglarni oqladinglar. Oranglardagi gunohkorning qilmishidan g'azablandinglar, hamda bu qilmishning davomlashishi bilan Xudoning jazosining sizlarga kelishidan qo'rqdinglar. Men bilan ko'rishishga intizor bo'ldinglar. Mening elchilik huquqimni hurmatlab, bana qizg'in bo'ldinglar. Gunohkorni jazolash orqali adolatparvarliginglarni ko'rsatdinglar. Mana bular orqali sening bu ishda to'g'ri qilganliginglar aniq bo'ldi. O'tgan qitimli xatni yezishimdagi asosli maqsad kimning azor berganligi va kimning azor yeganligini bekitish uchun emas, balki sizlarning Xudo oldida biz uchun ne kadar qizg'in ekanliginglarni o'zinglarga bildirish uchun edi. Biz sening shu qizg'inliginglardan tasalli topdik. Shuning bilan bir vaqtda Titusning xushalligini ko'rib, xushalligimiz texmo oshdi. Chunki sizlarning sababinglardan uning ruhi ko'tarangi edi. Sizlarni uningga maqtab bergan edim. Sizlarmu meni yaga qartib qo'ymadinglar. Xuddi sizlarga o'rgatganlarimning hammasi rost bo'lganidek, sizlarni Titusga maqtab etganlarimningmi rost ekanligi amaliyatinglar orqali isbotlanib chiqdi. Shunga Titus haminglarning uningga qanday itoatman bo'lganliginglarni, uni shuncha cho'ng ko'rib, hurmat bilan kutib olganliginglarni eslaganida, uning sizlarga bo'lgan muhabbati texmo cho'nqirlashmoqda. Sizlarga har jihatdan ishonch qilganligim uchun xushalman. 8-bob. Qarindoshlar, sizlarga Xudoning Makedoniya o'lkasidagi itqochilar jamoatchiligida ko'rsatgan mehr shafqati to'g'risida aytmoqchimiz. Ular beshidan o'tkazgan mushkul kulfatlar orqali qattiq sinaldi. Shundaqdimi, ularning xushallig'i to'lib teshib, o'zlarining intayin kambag'alligiga qaramay, qo'li ochiqlik va mardlik qildi. Ularning o'zligidan kuchining yetishicha, hatto o'ziga qolmasimu, iyoni qilganligiga guvohlik beraman. Ular Yahudiya o'lkasidagi itqochlarga qilingan yordamga o'zlarining muhassi qo'shishini bizdan o'tinib so'rashdi. Bu haqiqatan bizning ulardan kutganimizdan ko'p ishib ketdi. Ular oldi bilan o'zlarini Rabbimizga otidi. Ondan Xudoning irodasi bo'yicha bizga otidi. Titus xeyli burun sizlarning bu mardlarcha iyoni qilishni boshlashinglarga yordam qilgan ekan. Uningdan bu ishning oxirini chiqarishinglarga yordam berishni o'tindik. Sizlar hamma ishda, e'tiqod yo'lida, so'z qobiliyatida, Xudo haqidagi bilim va boshqalarga yordam berishga bo'lgan qizg'inlikda
va bizga bo'lgan mehr muhabbatda oldida turgandek bu qitimliq iyoni qilishdimi oldida turinglar. Bu so'zlarimni sizlarga buyruq tariqasida aytqinim yo'q. Men mehr muhabbatinglarning samimiyligini Makedoniyadagi jamoatchiliklarning iyoni to'plash jarayonida ko'rsatgan mehr muhabbati bilan selishtirish orqali sinab ko'rmoqchiman. Rabbimiz Ayso Masihning naqadar mehr shafqatli ekanligini bilasizlar. Garchi u boy bo'lsa-mu, sizlar uchun nomrod bo'ldi. Maqsad o'zi nomrod bo'lish orqali sizlarni ruhiy jihatdan boy qilish edi. Ben sizlarga foydali bo'lgan bir taklifni beray. Sizlar o'tgan yili faqat iyoni berishni o'tirib qo'yib qolmay, balki uni ixtiyor bilan amalga oshirishdimi, hammaning oldida bo'ldinglar. Endi bu xizmatning oyig'ini chiqiringlar. Sizlar bu ishni dastlabki planlagan vaqtinglardagidek qizg'inlik bilan tamomlanglar. Hamda o'zinglarning iqtisodiy yor bergan sharoit ostida yordam qo'linglarni suninglar. Bir kishi rozimanlik bilan chomisini yetishishi bersa, bu ish Xudoni xursand qiladi. Xudo hargizmi bir kimdan o'zida yo'qini berishni talab qilmaydi. Boshqalarning yukini yengillatish uchun o'zinglarni qiynanglar deganim yo'q. Aksicha ikkili tarafda barobarlik bo'lsin deyman. Sizlarda ortiq bo'lg'ini hozircha ularning kam yerini to'ldig'inidek, ularda ortiq bo'lg'ini kunlarning birida sening kam yeringlarni to'ldirdi. Bana shundoq bo'lganda barobarlik bo'lgan bo'ladi. Xuddi muqaddas yozimlarda yozilganidek, ko'prak yig'ib olganlarning eshib qolmadi, oz yig'ib olganlarningmi kemib qolmadi. Mening sizlarga bo'lgan qizg'inligimdek qizg'inlikni Titusning qalbiga solgan Xudoga shukrlar bo'lg'ay. Titusning yininglarga bormoqchi bo'lg'ini faqat bizning talpimiz bilanla emas, balki uning o'z ixtiyori va sizlarga bo'lgan qizg'inligi bilan bo'ldi. Biz bir qiyinchimizni uningga qo'shib qo'ymoqchimiz. U qiyinchimiz xushxabarni yetkazish yo'lida bütün e'tiqodchilar jamoatchiliklarining maqtishiga sazovor bo'lgan. Ya'ni kelib, u to'plangan iyonlarni Yerusalimga oprish safarida biz bilan hamsafar bo'lish uchun e'tiqodchilar jamoatchiliklari tarafidan tayinlangan edi. Bizning maqsadimiz iyonni to'plash orqali Rabbimizni ulug'lash va yordamga tayyor ekanligimizni ko'rsatishdir. Boshqalarning qusur tepishining oldini olish uchun mardlarcha berilgan bu iyonlarni boshqarishda ehtiyot qilib, u qarindishimizni birga elib berishni loyiq topdik. Yomon atoqqa qolmaslik uchun faqat Rabbimizning nazarida emas, insonlarning nazaridami to'g'ri deb qaralgan ishlarni qilishga diqqat qilib kelyapmiz. Biz ko'p qitim va ko'p ishlarni sinash orqali boshqalarga yordam berishda qizg'in deb qaragan yana bir qarindishimizni ular bilan birga avatmoqchimiz. U sizlarning bu iyoni ishini bir boshqa elib chiqalaydiganliginglarga ishondi. Bu ishonch uning sizlarga yordam berishga qizg'inligini hassilab oshirdi. Titusga kelsak, u mening hamroyim va oranglarda qilayotgan ishlarimda xizmatdishimdir. Boshqa ikki qarindishimiz bo'lsa, jamoatchiliklarning vakillari bo'lib, ular Ayso Masihga shon sharaf keltirguchilardir. Shunga sizlar har qaysi jamoatchiliklar oldida ularga muhabbatinglarni ko'rsatinglar. Shuning bilan jamoatchiliklar bizning sizlardan maqtanishimizning o'rinli ekanligini bilsin.
ekanligini. 9-bob. E'tiqodchilar uchun to'planadigan bu iyoni to'g'riliq sizlarga xat yozib berishimning hojati yo'q. Chunki yordam berishda qizg'in ekanliginglarni bilaman. Men Makedoniyadagi e'tiqodchilar oldida Yunon o'lkasidagi sizlarning o'tgan yildan beri iyoni berishga tayyor ekanliginglardan maqtanib keldim. Dal sizlarning bu qizg'inliginglar ularning ko'pchiligini iyoni to'plash uchun qo'zg'atdi. Bu ishda sizlar bilan maqtanishimning quruq gap bo'lib qolmasligi uchun sizlarni mening ilqinim bo'yicha tayyorlik qilib tutsin deb bu 3 qarindoshni yeninglarga avatmoqchiman. Navoda Makedoniyadagi ba'zi qarindoshlar men bilan birga berib sizlarning tayyorlik qilganliginglarni ko'rsa, sizlar bu yoqda qedib, sizlarga bo'lgan kuchlik ishonchim vajidan men xijolat bo'lib qilishim tug'an gap. Shu sababdan sizlarning berishga va'da qilgan mardlarcha iyonanglarni oldin ola tayyor qilishinglar uchun bu qarindoshlarning yeninglarga bizdan avval berishini zarur topdim. Shundoq bo'lganda iyonanglarning tayyorlanganligini hamda ularning majburiy emas, balki rozimanlik bilan qilinganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Esinglarda bo'lsinki, oz terg'an, oz oladi. Ko'p terg'an, ko'p oladi. Har kim qiynalib turib yoki majburiy holda emas, o'z ko'nglidan niyat qilgani bo'yicha bersin. Chunki Xudo xushallik bilan berguchini yaxshi ko'radi. Xudo sizlarning ehtiyojinglarni qondirishga qodirdir. Shundoq bo'lg'achqa har doim har qanday ahvol ostida ehtiyojinglar qondirilib, boshqalarga xayr saxovatlik bo'la olaysizlar. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, u yo'qsullarga mardlarcha sadaqa berar. Uning xayr saxovatligi mangu unutilmas. Dehqonga terg'ili uruq, yegili oziq ato qilgan Xudo sizlarning hojatmanlarga texmu mardlik bilan beralishinglar uchun sizlarda boni ko'paytidi. Sizlarning hamisha mardlik bilan boshqalarga yordam qilishinglar uchun Xudo sizlarni har qaysi jihatlardan barakatli qiladi. Biz sizlarning iyonanglarni ehtiyojli bo'lganlarga berganimizda ular Xudoga tashakkurlar aytidi. Sizlar qilgan bu yordam Yerusalimdagi e'tiqodchilarning ehtiyojini qondirib qolmay, ularning Xudoga bo'lgan shukrlarini texmo oshirdi. Sizlarning bu qitimki iyonanglar e'tiqodinglarning haqiqiy ekanligining isbotidir. Kishilar sizlarning o'zinglar e'tirof qilgan Ayso Masih haqidagi xushxabarga sodiq bo'lganliginglar, shundoqla mol-mulkinglarni o'zlari va ko'pchilik bilan mardlarcha o'rtoqlashganliginglar uchun Xudoni ulug'laydi. Bular Xudo sizlarga ato qilgan favqulodda mehr-shafqat sababidan sizlarga ishtiyoq bog'lab, sizlarga duo qilmoqda. Til bilan tasvirligili bo'lmaydigan iltifoti, ya'ni o'z o'g'lini ato qilgani uchun Xudoga shukrlar bo'lg'ay. 10-bob. Sizlar bilan birga bo'lganda muomalasi yumshoq, lekin birga bo'lmaganda sizlarga qarata qattiq qo'l deb qaralgan menki Pavlus, Ayso Masihdek muloyimlik va rahimdillik bilan sizlardan shuni o'tinib talab qilamanki, yeninglarga borganimda bizni bu dunyoning orzu havaslari bo'yicha yashaydiganlar deb qaraydigan ba'zi kishilarga qilmoqchi bo'lgan qattiq muomalani sizlarga qilishimizga majbur qilmanglar. Bu dunyoda yashasaqmi, bu dunyoning orzu havaslari bo'yicha yashaydiganlardek jang qilmaymiz.
Chunki jang qurollarimiz bu dunyoga xos qurollar emas, balki shaytonning mustahkam qalalarini gumron qiladigan, Xudoning kuch-qudratiga ega bo'lgan qurollardir. Biz bu qurollar bilan bema'ni safsatlarni va Xudoni tanishga to'sqinlik qiladigan har xil ko'rang ko'z qarashlarni bichit qilamiz. Hamda kishilarning o'z o'y-fikrlarini Ayso Masihga beqindirib, uningga itoat qilish uchun ularni qoyil qilamiz. Sizlar Ayso Masihga to'liq itoat qilgandan keyin oranglardagi har xil itoatsizlikda turuvog'uchilarni jazolashga tayyormiz. Sizlar faqat sirtqi ko'rinishga qaraydi ekansizlar. Agar biri o'zini Ayso Masihga vakil qilman deb qarab, meni inkor qilgan bo'lsa, ya'ni yaxshiroq o'ylanib, meningmi Ayso Masihga vakil qildiganligimni e'tirof qilsin. Rabbimiz tarafidan menga berilgan elchilik huquqi sizlarni nobud qilish uchun emas, balki ruhiy jihatda yetildirish uchun berilgan. Shunga bu huquq bilan ziyoda maqtansammi, hargiz xijolat bo'lmayman. Sizlar xatlarimni bizni qo'qisi uchun yozdi deb o'ylab qolmanglar. Darvaqa ba'zilar Pavlusning xatlari ham qattiq, ham kuchlik. Biroq o'zini ko'rsangiz, iqtidorsiz, so'zlari tuturuqsiz deyishidi. Bu kishilar shuni bilsinki, yiroqdan sizlarga yozgan xatlarimni nima qilaman degan bo'lsam, yeninglarga borgandimu, shuni qilaman. O'zini qaltis chaqlaydigan kishilar bilan o'zimizni bir qatorda qo'yishqa va ular bilan selishtirishqa qandoqmi jur'at qilayli. Ular o'zlarining o'lchimi bilan o'lchaydi. O'zlarini o'zlari bilan selishtiradi. Mana bu ularning aqlsizligini ko'rsatadi. Lekin biz o'zimizda bo'lmagan huquqlar bilan maqtanib yurgunimiz yo'q. Maqtansaqmi, Xudoning plani doirasida xizmat qilish bilan maqtanamiz. Bu plan xushxabarni sizlarga yetkazishni o'z ichiga olgan. Agar biz xushxabarni sizlarga tunchi yetkazganlardan bo'lmasak edik, undaqda shu huquqlarimizdan maqtanishimiz bizning o'z doiramizning sirtiga chiqib ketganligimiz deb hisoblansa bo'ladi. Lekin Ayso Masih to'g'risidagi xushxabarni yiroqdagi sizlarga dastlab yetkazgan biz bo'ldik. Qisqasi, o'z xizmat doiramizdan chiqib, boshqalarning xizmati bilan maqtanganimiz yo'q. Biz faqat e'tiqodinglarning texmi kuchayib, oranglarda qilgan xizmatimizning texmi kengayishini umid qilamiz. Shundoq bo'lganda, biz sizlardanmi yiroq bo'lgan, texi xushxabar yetkazilmagan joylarga berib, xushxabar yetkazalaymiz. Tayyorga hayyor bo'lib, boshqalarning o'z xizmat doirasida qilgan ajr bilan maqtanish bizga yotdir. Muqaddas yozmalarda yozilganidek, maqtandiganlar Rabbimiz bilan maqtansin. Chunki o'zini maqtaydigan emas, balki Rabbimizning maqtishiga muyassar bo'lgan kishi haqiqiy maqtashqa arziydi. 11-bob. Pavlusning o'zini soxta elchilar bilan selishtirishi. Maqtanishim bilan biroz ahmoqlik qilib qo'ysammi, eg'ir olmag'aysizlar. Yanila sabrchan bo'lg'aysizlar. Men sizlarni soxta elchilardan qizg'inaman. Bu Xudoga bo'lgan mehr muhabbatimdan kelgan. Men go'yo bir pok qizni yotliq qilgandek, sizlarni yegona erga, Ayso Masihga taqdim qildim. Biroq Havo onaning hiyligar yilon tarafidan ozilganidek, sizlarningmi
soxta elchilar tarafidan ozdirilib, Ayşo Masihga bo'lgan samimiy va pok qalbinglarning bulg'unishidan ansirayman. Chunki sizlarning yininglarga berib, Ayşo Masih to'g'risida men yetkizganga o'xshamaydigan boshqa bir ta'limni yetkizganlarga ochiqdan ochiq yo'l qo'ydinglar. Sizlar qabul qilgan muqaddas ruhdan boshqa bir ruh va sizlar qabul qilgan xushxabardan boshqa bir xushxabar to'g'risida aytganlarni sig'dodinglar. Holbuki men o'zimni hech qanday ishda sizlar darajadan tashqari deb qaragan ashu elchilardan tuvan deb qaramayman. Gap qilishda mahir bo'lmasammi, lekin bilimim bor. Qilayotgan har bir xizmatim buni har jihatdan ochiq isbotlab turibdi. Mening sizlarni cho'ng ko'rib, o'zimni tuvan tutib, Xudoning xush xabarini sizlarga haq talab qilmay yetkizgunim gunoh bo'ldimi? Men sizlarga xizmat qilish uchun boshqa jamoatchiliklardan haq edib, ularga uval qildim. Sizlar bilan birga bo'lgan vaqtlarimda ehtiyojim bo'lsa-mu, hech qaysinglarga eg'irimni solmadim. Chunki Makedoniya o'lkasidan kelgan qarindoshlar kam kutimni to'liqlab berdi. Hech qanday ishda sizlarga yuk bo'lmay keldim. Buningdan keyinmi yuk bo'lmayman. Qalbimdagi Ayşo Masihning haqiqati bilan aytamanki, mening bu maqtanishimni butun Yunonda har qanday odam to'sib qola olmaydi. Nima uchun sizlardan haq olmadim? Sizlarni so'ymaydiganligimdanmi? Xudoga ayonki, sizlarni so'yman. Atalmış elçilərinin bizning qilayotganimiz bilan ularning qilayotganida hech qanday farq yo'q deb maqtanishiga fursat topamasligi uchun sizlardan haq olmay qilayotgan xolis ishlarimni davomlashtiraman. Chunki bundaqlar soxta elchilar, hiylagarlar bo'lib, o'zlarini Ayşo Masihning elchisi deb pardozlaganlardir. Amaliyotda bu hayron qolarlik ish emas. Chunki shayton o'zini yo'ruqliq farishta deb pardozlagandir. Shunga uning bu chakarlarimi o'zlarining odillikning xizmatkorlari deb pardozlasa ajablanarlik emas. Ularning oqibati o'zlarining amaliyatiga loyiq bo'ladi. Yana shuni aytmanki, hech qaysinglar meni ahmaq deb qamanglar. Agar ahmaq deb qarsanglar, bir ahmaqni qabul qilganchilik bo'lsa-mu, meni qabul qilinglar. Shuning bilan menmu biroz maqtinib olay. Bu so'zlarim Rabbimiz mendan talab qilgan so'zlar emas. Mening bundaq maqtinishim faqatla bir ahmaqning yuraklik pu atqanligidir. Xolos. Nurg'un kishilar bu dunyodagi ishlari bilan maqtinib ketadi ekan. Menmu maqtinib boqay. Chunki sizlar o'zinglarni shuncha aqlli chog'laysizlar-yu, bu soxta elchilarning ahmiqona ta'limlariga yo'l qo'yiversizlar. Bularning sizlarni qul o'rnida ko'rishiga, haqqinglarni yeyishiga, sizlardan nab elishiga, sizlarga cho'ngchilik qilishiga va sizlarning yuzinglarni tushirishiga yo'l qo'yisizlar. Bizning sizlarga shundoq muomala qilishga ojiz kelganligimizni xijillik ichida e'tirof qilaman. Lekin ulardan birlari biror ishdan maqtanishga jur'at qilgan yerda yana ahmoqlarcha aytay. Menmi shu ishdan maqtanishga jur'at qila olmayman. Ular sepi o'zidan İbroniymi? Menmi shundoq? Ular İsroillarmi? Menmi İsroil? Ular ajdodimiz İbrahimning avlodidanmi? Menmi uning avlodidan? Ular
İsa Mesih'nin xizmatkorlari mu? Aqldan azg'allardek etsam, men ulardan texmu yuqori turadigan bir xizmatkori. Men texmu japoliq ishladim. Zindonda texmu ko'p yotdim. 40 qitim qamchi yedim. Qayta o'lim xavflariga duch keldim. Yahudilarning 39 qamchi jazosiga 5 qitim tortildim. 3 qitim Rim hukmronlaridan tayoq yedim. 1 qitim chalni kesak qilindim. 3 qitim kema hodisiga uchirdim. Bir kech kunduzni dengizda o'tkazdim. Ko'p qitim uzun safarlarda bo'lib, daryolarda ham qaroqchilarning, o'z xalqimning, Yahudi emaslarning orasida xeyim xatarga yo'liqdim. Shaharlarda, cho'llarda, dengizlarda va soxta qarindoshlarning orasida xavfli kunlarni boshdan kechirdim. Xizmatimni tirmishib ishladim. Talay kechilarni uyqusiz o'tkazdim. Ochliq va usuzlikning dardini tetidim. Yeydiganga tamoq, kiydiganga kiyim topolmay, och yalang'och qoldim. Bulardan boshqa har kuni degidek bütün itqoslar jamoatchilarining g'amini yedim. Men qachon ojizlarga hesdoshlik qilmadim. Shaytonning tuzug'iga tushib, ezib ketganlar uchun ishim qachon o'rtalmidi. Agar maqtanishimga to'g'ri kelsa, o'z ojizligimni ko'rsatadigan ishlar bilan maqtanaman. Rabbimiz Aysoning otasi mangu madhiyalashga arziydigan Xudoga ayonki, yolg'on etmadim. Damashq shahrida podshoh Aretasining qo'li ostidagi bir vali meni tutish uchun butun shaharni qattiq nazorat ostiga olgan edi. Lekin men sepildagi bir kamordan sevat bilan pastga tushirilib, uning qo'lidan qutuldim. Qo'lidan 12-bob. Maqtanishning foydasi bo'lmasa-mu, maqtanmasam bo'lmaydi. Endi Rabbimizning kelgan g'oyibona alomatlar va vahiylar ustida to'xtalay. Ayso Masihga mansub bo'lgan bir odamni taniyman. U 14 yil ilgari arshi aloga ko'tarildi. U ko'tarilganda teni ko'tarildimi yoki ruhi ko'tarildimi bilmayman. Buni Xudo o'zi biladi. Ishqilib, bu odamning jannatga kirib chiqqanligini bilaman. Teni ko'tarildimi yoki ruhi ko'tarildimi bilmayman. Buni Xudo o'zi biladi. U jannatda til bilan ifodaligi bo'lmaydigan, insonlarga yetishmani qilingan ajoyib ishlarni angladi. Shundoq bir odam bilan maqtanaman. O'zim haqida bo'lsa, ojizligimni e'tirof qilmoqdan boshqa biror ish bilan maqtan olmayman. Amaliyotda boshqa ishlardan maqtangan bo'lsam-mu, ahmaq hisoblanmaydim. Chunki unda qilganimda haqiqatni so'zlagan bo'lardim. Lekin kishilar meni ko'nglimdan yoki anglag'imdan ustun o'ylab qolmasin deb maqtanishdan o'zimning yeri tutaman. Xudodan menga kelgan vahiylarning ajoyib g'aroyibligi bilan ko'ranglab ketmasligim uchun tenimga tikan sanjilgandek bir azob yepishib, xuddi shaytonning yaloqchisining qiynashlaridek meni qiynadi. Bu mening ko'ranglab ketmasligim uchun edi. Azobdan qutulish uchun Rabbimizga 3 qitim yelinib duo qildim. Lekin u menga mehr shafqatim sana yetarlik. Mening kuch-qudratim ojiz chog'laringda to'liq ifodalandi, dedi. Shunga hayotimda Ayso Masihning qudrati ifodalansin deb
ojizliklarimdan xursandlik bilan maqtinaman. İsa Mesih uchun ojizliklarni, haqoratlarni, azob oqibatlarni, ziyonkashliklarni va qiyinchiliklarni xushalliq deb bilaman. Chunki qachon ojiz bo'lsam, shu chaqda İsa Mesihning qudratiga to'lib, kuchlik bo'laman. Ahmoqqa o'xshab qoldim. Mening bundaq bo'lishimga sizlar sababchi. Men aslida sizlarning maqtanishinglarga erishishim kerak edi. Chunki har qancha bo'lsammi, sizlar darajadan tashqari deb qargan ashu elchilardan har tarafdan qilishmayman. Men oranglarda bo'lgan chaqda elchiligimni isbotlaydigan ishlarni, ya'ni mo'jiza, karomat va qudratli ishlarni sabrchanlik bilan qildim. Boshqa e'tiqodchilar jamoatchiga orasida qilgan, biroq sizlarning oranglarda qilmagan birdan bir xatoligim sizlarning iqtisodiy yordaminglarni olmaganligimdir. Bu adolatsizligimni afu qilgaysizlar. Hozir men yeninglarga 3-chi qitim berishga tayyorman. Sizlarga hech qanday ig'rimni sog'im yo'q. Chunki manga keragi sening boylinglar emas, o'zinglardir sizlar. Farzandlar ota-onalar uchun emas, balki ota-onalar farzandlar uchun mol-mulk yig'ishi kerak. Sizlar uchun men borlig'imni sarf qilishga, hatto jinimni qurbon qilishga roziman. Ajaba, men sizlarni qancha ko'p so'ysam, sizlarning muhabbatinglarga shuncha oz erishamdiman. Bo'ldilar. Qisqasi, men sizlarga yuk bo'lgan emasman. Biroq ba'zilar meni hiylagarlik qilib, yolg'on so'zlab, sizlardan naf undirib oldi deyishib yurdi. Ajaba, men sizlarga avatgan odamlarning birarsi orqali sizlardan naf oldimmi? Titusni sizlarning yaninglarga berishga undidim va yana bir qiyindoshnimi uning bilan birga avatdim. Titusning sizlardan naf erib boqqan yeri bormi? U men bilan bir niyatda, bir yo'lda xizmat qilyotdi-ku. Yoki sizlar bizni oldimizda azaldan beri o'zini oqlab kelyotdi deb o'ylayapsizlar. Biz undaq qilmadik. Biz faqat İsa Masihga mansub bo'lgan kishilar sifatida Xudo oldida so'zlayapmiz. Söyümlü qarindoshlar, biz qilayotgan hamma ish sizlarning e'tiqodga yetishinglar uchundir. Yeninglarga bag'inimda sizlarning kutgan yerimni chiqmay qilishinglardan, shuning bilan mening sizlarga bo'lgan muomalamningmi sizlarning kutgan yeringlardan chiqmay qilishidan ansirayman. Sizlarda jidalxo'rlik, hasadxo'rlik, g'azablanish, shaxsiyatchilik, to'kmatxo'rlik, g'iybatxo'rlik, takabburlik va parokandichiliklarning bo'lishidan ansirayman. Bu qitim sizlarning yeninglarga bag'inimda oranglardagi nopok, axloqsiz va shahvoniy ishlarni qilgan, toki bugungi qadar tavba qilmagan nurg'un gunohkorlar sabablik Xudoning meni oldinglarda hijolat qilib qo'yishidan ansirayman. Ularning xato yo'ldan qaytmaganligi uchun motam tutmay turolmayman. 13-bob. Bu yeninglarga 3-chi qitim berishim bo'ladi. Agar oranglardagi birarsini jazolash to'g'ri kelsa, muqaddas yozmalardiki, har qanday arzning rost yolg'onligi
oz deganda 2 yoki 3 guvochining guvohligi bilan isbotlanish kerak degan oyat bo'yicha qilaman. Yeninglarga ikkinchi qatim borganimda burun gunoh sodir qilganlarni ogohlantirgan edim. Hozir yeninglarda bo'lmasammi, yana ogohlantirmoqchimanki, endi borganimda barliq gunoh sodir qiluvchilarga kengchilik qilmayman. Kengchilik qilmasligimdagi sabab oranglardagi ba'zilar Ayso Masihning men orqali so'zlayotganligiga isbot talab qilib kelyotdi. Buning isbotini bu qitim yeninglarga berib, gunohkorlarni bir taraf qilganimda ko'rsizlar. Chunki Ayso Masih oldinglarda ojiz emas, balki intoyin qudratlidir. U qarmoqqa ojizlik ichida kresga mixlangan bo'lsa-mu, lekin Xudoning qudrati bilan yanila hayotdir. Bizmi uningga o'xshash qarmoqqa ojiz bo'lsaqmi, Xudoning qudrati bilan uningga bog'lanib yashab, sizlarga xizmat qilmoqdimiz. E'tiqodinglarning haqiqiy yoki emasligini bilish uchun o'z-o'zinglarni tekshirib ko'ringlar, sinab beqinglar. Ayso Masihning oranglarda ekanligini bilishinglar kerak. Undaq bo'lmaganda, bu sizlarning sinoqdan o'talmaguninglar bo'lmamdi. Mening elchilik sinig'idan o'tganligimni bilib qilishinglarni umid qilaman. Sizlarning hech qanday yomon ish qilmasinglar uchun Xudoga duo qilaman. Bu mening elchilik sinig'idan o'tdi deb qaralishim uchun emas. Hatto sinoqdan o'tmidi deb qaralsammi, mayli. Muhimi sizlarning to'g'ri ish qilishinglardir. Biz haqiqatga zid ishlarni qilmasdan, haqiqat bo'yicha ish qilishimiz kerak. E'tiqodinglar kuchayib, sizlarni ayblashga ojiz ko'rinsam, xushal bo'lardim. Biz shundoq duo qilamizki, sizlar hamma ishda to'liq yetilgaysizlar. Rabbimiz menga sizlarni barbod qilish uchun emas, yetishtirish uchun bergan huquq bilan yeninglarga borganimda, sizlarga qattiq muomalada bo'lib qolmasligim uchun yeninglarga berishdan burun bu xatni yozdim. Eng oxirida qarindoshlar, xushal-xuram bo'linglar. E'tiqodda yetilgan odam bo'lib chiqish uchun tirishinglar. Nasihatlarimni qabul qilib, bir niyat, bir maqsadda inoq o'tinglar. Mehr, muhabbat va omonlik manbasi bo'lgan Xudo sizlar bilan birga bo'lg'ay. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Xudoning barliq muqaddas xalqidan sizlarga salom. Rabbimiz Ayso Masihning mehr shafqati, Xudoning mehr muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi sizlarga yor bo'lg'ay.